Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Xitay təcavüzçülüğü astida Xitay müstəmləkəsi və irqi qırğınçılıqqa uçurğan Sharq Turkiston xalqiga vakalatan Sharq Turkiston sürgünde hökuməti Ukrayna və onun xalqı bilan birlikdə chet el təcavüzçülüğünə qarşı durdu. Time gazetida 27 yanvar kuni e'lon qilingan Amerika cho'qim Ukrainani qo'llash kerak, ammo Xitoy ishi hammadan muhim sarlavlik maqolada mundaq deyildi. Amerika Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga qanday muomala qilish kerak? Amerikaliklar cho'qim bu krizisga aql-farosat va sagaklik bilan javob qaytarishi lozim. Moskvaning Xitoyga tajovuzi tarixdagi muhim nuqta bo'lishi mumkin. Hech bo'lmagandimi bu urush tahdidi va kuch siyosatlarining taraqqiy qilgan davlatlardan o'tganligini tushundirdi. Bu to'limi azobliq. Rossiyaning razil qiliqlariga qarshiligimizni ko'rsatish bilan birga bu haqiqatlar bilan moslashishimiz lozim. Uzun zamonlardan beri xalqaro siyosatning qattiq haqiqatlari bilan yuzlashdik. Amerika hozir dunyoning ahvoliga strategik va sagaklik bilan qarashi lozim. Ularni ko'masga selish o'rniga bu qattiq haqiqatlarga asosan harakat qilishi lozim. Eng oldi bilan beradigan javobimiz strategik bo'lish. Manba va tahdidlarga ko'rsatilgan qarshiligimiz o'xshash bo'lishi lozim. Dunyoning o'xshamagan joylaridagi nurg'un tahdidlar bilan yuzlashib turibdimiz. Rossiyaning tahdidi nihoyatda aniq. Iran, Shimoliy Koreya va Al-Qoida qatorliq davlat halqagan terrorchilar texmi yamini O'rta Osiyoda zo'migarlik qilib, dunyoda eng ustun kuch bo'lishni maqsad qilayotgan Xitoyning tahdidi hammadan muhim. Ammo armiyamizning Rossiya yoki Xitoyni mag'lub qilishda ehtiyojli bo'lgan nurg'un narsalar, ya'ni portlatqich bomba, suv osti urush paraxodi, ilg'or o'q-dori, havo mudofaasi, axborot, kuzatish va razvedka sistemasi, hatto Yevropa uchun eng muvofiq yoki zarur deb qaralgan ba'zi mulklar yiroq musofirlik boshqariladigan bomba va zambirak qatorliqlarda Yevropa va G'arbiy Tinch okeanining yordamiga tayanadi. Buni oson va tez hal qilg'ili bo'lmaydi. Eg'ir portlatqich bomba va suv osti yadro energiya hujumi qatorliq cho'ng urushga qarshi turishga tegishli nurg'un narsalarni yasashga bir qancha yil va ko'rinarli cho'ng mudofaa xomchoti ketadi. Uning ustiga o'zimizda bor bo'lgan narsalarni birli yerda qo'llana olamiz, ya'ni Osiyoda qo'llanganni Yevropada qo'llana olmaymiz. Buningdan boshqa tengdoshsiz ittifoqdoshlarimiz bor. Biz duch kelgan tahdidlarga solishtirganda ittifoqlik torimiz kuchlik. Bizning ostondagi ittifoqdoshlarimizning muhim harbiy kuchi bor. Bir qarorga kelsak, qurolli kuchlarni taraqqiy qildirishga ancha ko'p vaqt ketmaydi. Uzun muddatdan qaraganda bizning strategiyamiz aniq bo'lishi kerak. Cho'ng armiya urushiga taqobil turish uchun kerakli bo'lgan sistemalarni texmi muhim o'ringa qo'yib, armiyamizni qaytadan shakllantirishimiz lozim. Shuning bilan bir vaqtda biz ittifoqdoshlarimizni bo'libmi Yaponiya, Germaniya va Tayvanni o'zlarining an'anaviy mudofaa askarlarini qurib chiqishga, Polsha, Avstraliya, Angliyaga o'xshash o'zi va boshqalarning mudofaasini kuchaytirishni xohlaydiganlar uchun texnik ko'p ishlarni qilishga ilhomlantirishimiz va besim qilishimiz lozim. Amerika cho'qim Xitoyning Osiyodagi tahdidini hal qilishni oldingi o'ringa qo'yishi kerak. Xitoy hozir dunyodagi kuchli davlat. Agar Xitoy Osiyoga hukmronlik qilish nishoniga yetsa, dunyo iqtisodining yarmini kontrol qilib oladi. Amerikaliklarning asosiy erkinligi va taraqqiy qilishi to'salg'iga uchraydi. Bu Amerikaliklar uchun eng xatarli natija. Uning oldini olish cho'qim tashqi siyosatimizning muhim nuqtasi bo'lishi kerak. Harbiy nuqtadan aytganda, bu bizning muvofiq bo'lgan harbiy kuch, bombardimonchi aeroplan, suv osti paraxodi, o'q-dori va shuningga o'xshash qurollarning yetarli bo'lishiga kafolatlik qilishimiz kerakligini ko'rsatadi. Tayvanga yordam berib Xitoyga taqobil turish Beijingning Osiyoga hukmronlik qilishining oldini ola oladigan birdan-bir yo'l. Rossiyaning Yevropani kontrol qilishini rad qilish bizning ikkinchi strategik nishonimiz. Rossiyaning Yevropada rayonlik zo'mgarlik o'rnatish xavfi Xitoyning Osiyodagi zo'mgarligiga qaraganda og'ir emas. Rossiyaning ikkilamchi tahdid bo'lsa-mu, yanada aniq bir tahdid. Bir tarafdan bizning manfaatimizni va Yevropadagi ittifoqdoshlarimizni moddiy jihatdan qo'g'daydigan harakat qo'llanishimiz. Rossiyaning ularga tahdid solish iqtidorini tuvallatishimiz kerak. Yana bir tarafdan Rossiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga qarshi harbiy kuch qo'llanishini texnik qiyinlashtirib, ittifoqdoshlarimizni qo'g'daydiganligimizni bildirishimiz kerak. Biz Ukrainaning o'zini qo'g'dash iqtidorini kuchaytirishimiz, Ukrainaning qo'g'dovchilarini tankiga qarshi turish va havodan mudofaalash sistemasi qatorliq qurollar, shundaqla
energiya va yemeklik va boshqa ehtiyojli narsalar bilan ta'minlashimiz, axborotni qo'llashimiz kerak. Kollektiv mudofaa majburiyatini ado qilolmaganlarga har xil besim ishlatish, ittifoqdoshlarimizni qo'g'dashga tayyorlangan har xil shakldagi yordamlar bilan ta'minlashimiz. Hech qanday diplomatik o'rin Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining mudofaa ishlari uchun mas'uliyatini ado qilmaganlarga bo'lgan kuchlik besimini to'sib qolmasligi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Ministerligi Xitoyni markaz qilgan josuslikqa qarshi turish programmasini amaldan qoldirdi. Xitoy tashabbusi deb atalgan 3 yillik tirishchanlik Amerikada yashayotgan xitoyliklar va amerikalik xitoylarga adolatsizlik qilinganlik deb qaralganlikdan chetga qayirib qo'yildi. Ammo Adliyaning yuqori darajalik davlat bexatarlik amaldori bu qarorning Xitoy Xalq Jumhuriyati elib kelgan davlat bexatarlik tahdidiga qarata kuchli qonun ijro qilish imkoniyatini qaytadan radlash va qayta o'ylanishni ko'rsatadi dedi. Bölüm mas'ullari Xitoyni asos qilgan ijro programmasining xato tunishtirilganligi, Rossiya, İran va boshqa davlatlar elib kelgan tahdidga qarshi turishdagi texnik keng tirishchanlikning bir qismi sifatida yangidan programma shakllantirilganligini yakunladi. Amerika Adliya Ministerligi tekshirish, ayblash va boshqa barliq qurollarni ishlatib Xitoy Xalq Cumhuriyeti hukumati elib kelgan tahdidga davomli zarba berdi. Amerika Adliya Ministerligi markazi butun mamlakatga amerikalik advokatlarni vaqt va mablag' ajratib, Xitoy hukumati uchun elib berilgan josuslikqa qarshi turish delolarini turg'izishga ilhomlantirdi. Masala ko'rilgan bir qism delolar Amerikada ishlayotgan professor va tadqiqotchilarga qaratilgan ayblashni o'z ichiga olgan bo'lib, ular Xitoy hukumatining ming talant yoki shuningga o'xshash ismlar bilan tanilgan ilmiy taraqqiyot programmalariga qatnashganligini qonunsiz holda yoshirgan. Oldingi oyda taftish mahkamasi Massachusets sanoat instituti mashinasozlik bo'limining professori Gang Chunga qaratilgan barliq ayblashlarni bekor qildi. U o'tgan yili Energiya ministrligining yordam mablag'ini iltimos qilganda Xitoyning universitetlari va programmalari bilan bo'lgan aloqasini yoshirganlik uchun ayblangan. Mushu ayning 5-da Federatsiya taftish mahkamasi Kansas universitetining ximiyalik qurilish professori Franklin Tauga qaratilgan 10 turlik ayblashning ikkisini bekor qildi. Turk xalqi vatanparvarlik to'g'risida mundaq deydi. Vatanparvarlikni tarozining bir tarafiga qo'yganda, yana bir tarafiga qo'yib, uni tangpunglashtirib oladigan bir narsani topqili bo'lmaydi. Vatanparvarlik tuyg'usi har qanday tuyg'udan ustun turadi. Ba'zilari urushda yaqinlaridan ayrildi. Ba'zilari qaytib kelishni zodimi o'ylamay oldingi safga boradi. Agar vatani bo'lmasa, keyingilarning nima qimmati bo'lsin? Agar inson qafazdagi bulbulga o'xshash mahbusga aylansa, yeydigan nonning ta'mimi, so'zining ma'nosimi bo'lmaydi. Agar bir kuni yo'l ayirishga to'g'ri kelganda, qilcha ikkilanmay jonni berish, shehidlik martabasiga erishish mana bu vatanparvarlikdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.